Ko'chmas mulk, deylik, hovli yoki kvartira amakingiz vafotidan so'ng sizga meros tariqasida qoldirildi. Ushbu holatda sizdan daromad solig'i to'lash talab etiladimi? Soliq kodeksining 378-moddasiga asosan jismoniy shaxslardan meros yoki hadya tartibida, shuningdek, tekinga olingan pul va natura shaklidagi daromadlar daromad solig'idan ozod etiladi. Lekin ko'chmas mulk, avtotransport vositalari, qimmatli qog'ozlar kabilar yaqin qarindosh bo'lmagan shaxslardan meros bo'lib qoladigan bo'lsa, merosxo'rga nisbatan daromad solig'i hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Demak, hovli yoki kvartira amakingizdan, ya'ni yaqin qarindosh bo'lmagan shaxsdan meros bo'lib qoladigan bo'lsa, sizga nisbatan ko'chmas mulkning kadastr qiymatidan 12% miqdorida daromad solig'i hisoblanadi. Agar ko'chmas mulkning kadastr qiymati 50 million so'm bo'ladigan bo'lsa, siz 6 million so'm miqdorida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lashingiz lozim bo'ladi.